Assalomu alaykum hurmatli o'qituvchi hamkasblar. Bugun siz bilan qanday qilib Turnitin veb-saytida talabalar uchun klass yaratish, ya'ni dars yaratishni ko'rib chiqamiz. Va dars yaratilgandan so'ng talabalarga class ID va enrollment keyni, ya'ni darsni kirish logini va parolini talabalarga berishni o'rgataman. Bu holatda siz talabalaringiz siz uchun yuklagan faylni bemalol uni Turnitinda AI detektordan foydalanib qancha necha foizini ChatGPTdan foydalangani yo'q ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ketdik. Istalgan brauzerdan kirib turnitin.com teramiz, yozib chiqib va unga veb-saytga kiramiz. Sizda xuddi shu ekran paydo bo'ladi. Shu ekrandan login tugmasini bosasiz. Login tugmasini bosib, o'zi sizga berilgan maxsus iSafety domain ostidagi email adresingiz bilan o'sha veb-saytga kirasiz. O'ylaymanki, hammada bu veb-sayt bor. Endi bu yerda ko'rib turganingizdek, menda turli xil fanlar bor va talabalar turli xil fayllarni yuklashgan. Keling, tasavvur qilamiz, sizda bu yerda bo'sh bo'ladi, shunchaki iSafety instituti holat turgan bo'ladi. Shunda siz birinchi qiladigan ishingiz add class tugmasini bosasiz. Ya'ni dars yaratish. Class type bu standart holatda turgani yaxshi. Class name deylik, tasavvur qiling, accounting yoki business. Bu faningiz nomidan kelib chiqib yoziladigan narsa. Accounting yozdik. Enrollment key, bu narsani yaxshilab yozishga harakat qiling, chunki bu narsa talabalarga beriladigan parol. Enrollment keyni deylik, masalan, faningizni qisqartmasidan kelib chiqib deylik, biron bir son bilan yozamiz, o'quv yilini yozamiz. Masalan, 2024-2025 o'quv yili. Xo'p, subject area, bu o'sha siz o'qitadigan fanni sohasi. Masalan, deylik, business economics tanlaymiz, SSE ni, ya'ni bu buxgalteriya bo'lganligi uchun. Bu yerda boshqa yo'nalishlar ham bor. Ko'rib turganingizdek, matematika, military studies, philosophy, science, life science, social studies, chemistry, physics, xullas bemalol tanlaysiz. Business economics tanlab qo'ya qoldim. Bir nechta turini tanlash mumkin, faqat bitta bilan cheklanib qolish shart emas. Birinchisiga business economics tanlagan bo'lsa, ikkinchisiga mathematics tanladim. Uchinchisiga yana qaysidir. Endi u o'zingiz sohangizdan kelib chiqasiz. Talabalarning darajasi deylik, masalan, bizda undergraduate, ya'ni bakalavr talabalari. Shuning uchun undergraduate ni belgilaymiz, yoki sizning talabalaringiz master's degree da, ya'ni magistratura talabalari bo'lsa, graduate ni belgilaysiz, yoki o'quvchilaringiz PhD talabalari bo'lsa, postgraduate ni belgilaysiz. Yoki talabalar deylik, biron bir ishchi bo'lsa, biron bir joyda ishlaydigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, career yoki technical ni belgilaysiz. Bizning holatimizda bakalavr talabalar, undergraduate ni belgilaymiz. Bu holatda ham bir necha xil talabalar uchun bitta klass, ya'ni dars yaratmoqchi bo'lsangiz, bu yerda ham bir vaqtning o'zida bir nechtasini tanlash mumkin. Xo'p, klassni boshlanish sanasi endi bugun 1-aprel 25-yil. Bu klass, ya'ni darsingizni tugash sanasini kiritasiz. Masalan, 1 yillik bo'lishi mumkin yoki 25 ni o'zida tugaydigan bo'lishi mumkin. Endi odatda 1 yillik kiritasiz. Shuning uchun masalan 25 ni deylik, 25 mayda tugaydi. Xuddi shunaqa belgilaymiz. Keyin xo'p, enrollment keyda bizda ozgina muammo bor ekan. Keling, boshqaroq narsa qo'yib ko'ramiz. Masalan, osonroq, talabalar uchun osonroq bo'lishi kerak. 1 2 3 4 5. Masalan, SS yoki kichik harflarda bo'lishi kerak, adashmasam. SSA. Bo'ldi. Xuddi shu narsani siz screenshot qilib olishingiz kerak, talabalar bilan bo'lishasiz. Talabalar bu narsani o'zini saytini, akkauntini yaratayotganda yoki ularda akkaunt bo'lsa, boshqa klass qo'shmoqchi bo'lganda xuddi shu narsani kiritish kerak bo'ladi.
Shuning uchun screenshot qilib talabalarga keyinroq bo'lishamiz. Continue qilamiz. Mana hozir bu yerda accounting degan fan yaraldi. Accounting degan fanga kirdik va endi sizdan talab qilinadigan narsa, siz talabalar uchun assignment yaratishingiz kerak. Ya'ni vazifa berishingiz kerak. Vazifani add assignment tugmasini bosamiz. Add assignment tugmasini bosganimizdan keyin sizda quyidagi ekran paydo bo'ladi. Internetimiz hozirgina sekinroq ishlayapti. Ko'rib turganingizdek, assignmentni title'i, ya'ni siz bermoqchi bo'lgan vazifaning nomi. Masalan, deylik midterm deylik. Oraliq. Instructions. Bu yerda nima qilish kerak talabalarga bu ko'rinadi. Instruksiya berasiz bu yerda, xohlaganingizcha yozasiz. Nimadir deb. Masalan, deylik 500 ta so'z deyishingiz mumkin. Bu endi sizni berayotgan vazifangizdan kelib chiqib. Xo'p, maximum grade 100 ball. Bu endi 100 turadi. Endi 100 dan masalan 70-80 deb belgilaysiz. Baho qo'yasiz, baho qo'yayotganda 100 ballik sistema. Xo'p, standard paper repository degani bu o'sha talaba yuklagan fayl yuklanadi, Turnitinni bazasida saqlanadi. Mabodo keyin boshqa safar ham topshirmoqchi bo'lganda plagiatga chiqarib beradi. Boshqa birov topshira olmaydi o'sha ishini. Shu holatda turgani yaxshi. Agar buni belgilasak, u Turnitinda saqlanmaydi. Don't store the submitted papers degani. Shuning uchun standard paper repositoryda turgani yaxshi. Start date, due date, ya'ni deadline. Due date'ni hozir bu yerda avtomatik bergan 7 kunga, 1 haftaga beryapti. Siz buni bemalol xohlaganingizcha o'zgartirishingiz mumkin. Qaysi sanani soat nechigacha o'zgartirib belgilasangiz bo'ladi. Sanalarni soatlarigacha. Feedback release date bu ya'ni baholari chiqadigan sana. Buni ham xohlaganingizcha tailor qilsangiz bo'ladi. O'zingiz vaqtingizga, o'zingiz sanangizdan kelib chiqib belgilasangiz bo'ladi buni. Xo'p, keyin optional settings qismi bor. Optional settingsda o'zingiz belgilaydigan narsalar bor. Masalan, deylik allow submission of any file type. Odatda Turnitin talab qiladi PDF yoki Word formatda yuklashni. Shuning uchun bunga tegmagan ma'qulroq. Xo'p, allow late submissions. Bu nima uchun kerak? Ya'ni talabalar kech qolib bo'lsa ham topshirsa bo'ladi. U qizil holatda turadi. Siz endi hech narsani qabul qilmagandan bu o'sha talabani masalan -10, -20 qilib qabul qilishingiz mumkin. Bu sizning ixtiyoringiz. Enable anonymous marking. Bu narsa biz uchun kerak emas. Ya'ni peer feedback yoqilsa masalan talabalar bir-birini o'zini kimligini bildirmasdan turib baholashi mumkin. Xo'p, attach rubrics bosmoqchi bo'lsangiz, bu yerda siz ya'ni rubrik, ya'ni shart nima qilish kerak, qanaqa nima qilsa qancha ball olishini talabaga bildirish uchun masalan rubrika bo'ladigan bo'lsa, shu rubrikani belgilab nima qilasiz? Belgilaysiz. Turlarini masalan deylik bizniki SSA bo'lsa, demak SSA dan yoki o'zi mana bu tayyor rubrikadan foydalanishingiz mumkin. Xo'p. Bu yerda nima qilamiz? Generate reports immediately student can submit until due date. Bu shunda turgani yaxshi, chunki talabalar deadlinegacha qayta nima qilishi mumkin? Yuklasa bo'ladi. Ya'ni 3 marta qayta topshirish imkoni bor. Undan keyin mabodo 3 martadan ko'proq topshirsa, ularga boyagi similarity report 24 soatdan keyin ko'rinadi xolos. Buni belgilaydigan bo'lsangiz, generate reports on due date, bu deadline gacha 100 marta bo'lsa ham, 200 marta bo'lsa ham qayta yuklayveradi. Reportdan birdan ko'rinaveradi. Ya'ni plagiat necha foizligini ko'rsatadi. Shuning uchun ko'pincha mana shu ikkinchini tanlayman. 3 martagacha yuklaydi bemalol, 3 martadan keyin 24 soatda yuklaydi, ko'rinadi. Ya'ni similarity reportning necha foizligi.
Xo'p, keyingi nima? Masalan, bu yerda upload template ni belgilashingiz mumkin. Talabalarga nima kutilayotganligini ularga bitta sample bermoqchi bo'lsangiz, upload template dan foydalanasiz. Va submit qilasiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda hech narsa ko'rinmadi, chunki hech kim hali topshirmagan edi. Home page ga qaytamiz. Home page ga qaytib, yana o'sha o'zimizni create qilgan klassimizga kiramiz va u yerda mana ko'rib turganingizdek, bizni mana bu midterm assignmentimiz paydo bo'lgan. 0 ta talaba topshirgan. Ya'ni talabalarga siz enrollment key bilan passwordni berganingizdan keyin ular kirib shu vazifani yuklaydi. Shuni ustiga bosganingizda mana bu yerda talabalarning ishi ko'rinadi. Xo'p, more actions qismida bu yerda edit assignmentni masalan deadline'ni cho'zishingiz mumkin bu yerdan yoki boyagi sanalarni o'zgartirishingiz mumkin. Keyin yana bu yerda masalan submit qismi bor. Bironta talabangiz topshirilmasa, o'sha talabani o'rnidan siz topshirishingiz mumkin. Ya'ni talabani familiyasi, ismi, topshirayotgan faylning nomi va o'sha talabani bu yerdan belgilab olasiz, oldin kiritgan bo'lsa. Shunaqa holatlarda ham imkonini qilsa bo'ladi. Hurmatli ustozlar, shu bilan sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim o'z nihoyasiga yetdi. Rahmat e'tiboringiz uchun. Mabodo agar savollar tug'iladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kamol opam, Zebo opam bilan birgalikda imkon qadar qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.